Qanday yemakanmi? Yumshoqmi? Assalomu alaykum hammaga. Erangilda solo o'ynamoqchi bo'ldim. Chunki soloda botlar ko'proq tushadi. Mazza qilib botlarni kill qilaman deb birinchi hayotimda eventga tushib, ikkita killim bilan ko'zimga tiqdim. O'sha ikkinchi hayotimda yana eventga tushdim. Xullas tushishim bilan yana botlar keldi. Botlar mazza qilib kill qildim. Bu yoqqa o'tdim, bu yoqqa o'tdim. Qo'l tukab qoldi, o'zimcha o'yin qilaman desam. Bittagilarni ochishim bilan ikkinchisiga oldim. Ana botchi. Men o'zimni bot desam, mendan battar botlar bor ekan. Botlar mazza qilib o'ldirdim. Xullas mana yana uchinchisi. Uni ham taqillatib tashladim. Chaq. Taqillashiga, qarsillashiga qiziqaman deb. Yomon yo'qotdi. Eslagan shunaqa yo'qolaman qarsillaganlari. Xullas, yumpirim bilan berib tashladim botlarni. Orqamdan yana bitta bot kelib olib menga qarab o'tib, tegmasa o'tib yotibdi, tavba qildim. Birpas poylab turdim chiqishini, ochiq joyga chiqdim. Mana mazza botlarni kill qilib yurish. To'risini oldim bilaman deb engashib turgan joy orqasiga berib tashladim mehrlarni. Turizmni oldilarim oddiy, menda letnilar, boshqachasi yo'q. Xudo xolasa men ham ovlaman. Klichatli korobkalari, bir narsalari bor ovlaman, lekin borku, mana shu joyga bitta emotsiyani bosib olmasam bo'lmaydi. Rosa yoqadi-da, borku. Shunaqa emotsiyalar. Xullas, eventda odam 3 ta qolgan. Ikkitasini topishim kerak, qidirishni boshladim. Bu yoqqa qaradim. Tur yomon qilsa qilasan, nima qilsa qoqilib tushdimi, nima qildi? Xullas, ikkita odamni qidirishim kerak. Menimcha poyezd chaqirdi kimdir. Lut qiladigan poyezd lutida dedim-da, o'sha yoqqa qarab ketdim. Lutlar sekin ochilib, poyezddan olinib, ochiladigan joyda bittasi bor mashitda dedim-da, qani poylab turing chiqishini dedim. Men ham krisalik qilib o'ynab ko'ray bir. Ochuvdan chiqib o'ynayman to'g'risi, bekinib krisalik qilib o'ynayman. Mana nokcha bittasi tayyor. Yana bittasini topishim kerak dedim. U yoqqa qaradim, bu yoqqa qaradim. Qani nok sherigi bo'lsa ko'targani kelarmikin poyladim. Kelmadi. Bu yoqqa qaradim, cho'tashang ham yo'q, o'q otish ovozlari ham yo'q. Menda ekranimda dushman qayerda turganini ko'rsatganim yo'q. O'shanisini yoqib olishim kerak, bilmay qolaman shu paytda qayerda kim yurganini. Otib tashladim, baribir kelmas ekanini. Shu 3-chi odamni ochsam ham, hali ham 3 ta odam bo'lib turibdi-da hududda. Xullas, men uchadiganini yoqib olib, bu yoqqa uchib qidirdim. No, yo'q, hech qayerda topolmadim. Shu yerda qayerdadir turibdi-da, borku. Chunki men shu yerda o'lib ketdim. Yaxshi bitta o'yinchi bor. Meni otib tashlab birinchi hayotimni ko'zimga tiqqani o'shani topaman dedim. Xullas qidirdim. U ikkita odamni topolmadim. Xullas sekin mana shu tomonni qidirib ko'rmoqchi bo'ldim. Qarasam, tepada kimdir otib turgan. Jonimni bitta o'tishda chaqib qo'ydi, plos qaraylik qancha. Men ham bitta pritselga oldim. Dedim, berdim. Pritselda zo'rang mana. Xullas o'zimcha gap otmoqchi bo'ldim, gaplashmoqchi bo'ldim, sheriga qani demoqchi bo'ldim. Qarasam yo'q ekan. Sherigi yo'q. Keyin esimga tushib qoldi. Cho'tanikdan eshitdim. Sekin meni kim o'ldirganikin deb qarasam, xuddi men o'ldirgan odam alamim. Xursand bo'lib ketdim o'zimga o'zim. Shunaqa alamni olib yurishni yaxshi ko'raman-da. Kimdir o'ldirib qo'ysa, borib sirasi shu joyga tushaman, agar ketib qolmagan bo'lsa otishaman. Yo o'ladi, yo men o'laman. Xullas, alamim oldim. Endi bitta dona odam bor.
O'zi odam mani kimdir otdi xullas shu odamni. Lekin event ichida bitta odam bor, o'shani topishim kerak. O'sha mana 3-samimiy keldi. Bitta odam mashinaga ekan. Oxirigacha dabit qilsam bo'larkan, onasini ham sam. Mashinada kelganda ham otamanida mashinaning ichida dabit qilaman deb odam o'qim tugab qoldi. O'qlagunimcha. O'zingiz bilan ko'ziga tiqdi. Tamom tugadi. Top bir nasib qilmadi. Desam o'zbek ekan. O'zbeklar rahim shafqat yo'q aslida. Mayli, unutdim. Keyingisida top bir olaman dedim. O'yinim tugatdi.